Jahon adabiyoti durdonalari. Adabiyot inson qalbini anglash, hayotni chuqurroq his etish va dunyoqarashni kengaytirishning eng go'zal yo'llaridan biridir. Siz uchun jahon adabiyotining eng mashhur va o'quvchini chuqur o'yga toldiradigan asarlarini jamladik. Aleksandr Dyumaning 3 mushketyor asari do'stlik, jasorat, sadoqat va mardlik haqida hikoya qiluvchi, sarguzashtlarga boy roman. Fyodor Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo hamda Telba asarlari esa inson ruhiyati, vijdon, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashni chuqur tasvirlaydi. Stendalning Qizil va qora romani insonning orzu, intilishlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib beradi. Servantesning Don Kixot asari esa o'zining betakror qahramoni orqali ideal, orzu, jasorat va hayot haqiqatlari haqida mushohada yuritishga chorlaydi. Mario Puzoning Cho'qintirgan ota asari oila, sadoqat, hokimiyat va insoniy tanlovlar haqida o'ylashga undaydi. Fenimor Kuperning Chingachgook asari tabiat, jasorat, do'stlik va insoniy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan. Marsel Brionning Men kim? Fotih Temur va Lyusen Kerinning Amir Temur saltanati asarlari esa buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temurning hayoti, faoliyati va tarixdagi o'rni haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Rasul Hamzatovning Mening Dog'istonim asarida ona yurt, xalq, til, insoniylik va milliy qadriyatlarning betakror tarannumi mujassam. Chingiz Aytmatovning Alvido Gulsari asari inson taqdiri, mehr, sadoqat va hayotning achchiq haqiqatlari haqida chuqur o'yga toldiradi. Theodor Dreizerning Amerika fojiasi romani esa inson orzulari, jamiyat ta'siri, tanlov va uning ayanchli oqibatlarini yoritadi. Bu asarlarning har biri alohida bir olam. Ularni mutolaa qiling, qahramonlar taqdiriga hamroh bo'ling. O'zingiz uchun yangi fikrlar va yangi xulosalar kashf eting. Kitob o'qing, dunyoni anglang, insonni tushuning va tafakkuringizni boyiting. Sizni Baxmal tuman axborot kutubxona markazi fondidagi ushbu va boshqa nodir asarlar bilan tanishishga chorlaymiz.